Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz mana bugun qarshi mashinamizga keldik. Juda yaxshi mashina chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar aytmaysizlar. Yaqinda 2 million bo'lamiz. Shunga harakat qilamiz. Obuna bosib qo'yinglar. Kommentariyga qanaqa mashina chiqarishlarini yozib qo'yinglar. Shunga qarab biz chiqaramiz. Sizlar faqat bizga motivatsiya berib kommentariyaga yozinglar. Biz o'shanga qarab qaysi mashina kerak ekan, qaysi mashina qulay ekan, shuni chiqaramiz. Bugungi videorolikimiz shundan iborat. Like podpiska emas. Obuna bosib qo'ysanglar, qo'ng'iroqchani yoqib, birinchi video chiqarsa sizlarga yetib boradi. Qani bo'lmasa bizga ketib boshlaymiz. Mana yana Cobalt avtomobili, yili 2021, narxi 135 million. Toza. Metan nechinchi paklan aka? 4-chi paklan. 4-chi paklan metan. 110 ming yurgan. Arkasi ko'rishim o'xshaydi. Yangi mashina. Orqasini bosib o'rang. Orqasini ham ochib o'rang. Metan 4-chi paklan. Narxi 178 ming. 170 million. Kraskasi qanday ekan? Kirillada ozgina petni joyi bor. Qolgani narsasi zo'r. Ko'rib gaplashib olasizlar. Bank orqali ham bo'ladi, aka. Yo'q, naqdgan faqat. Bozor vizitiga ko'tarib beraman. Ko'nglingiz qanchaga tortadi ekan? So'rab. Nomeringizni berasiz aka? 95lik 328 16 Rahmon aka bozoringizda. Ko'rib gaplashib olasizlar. Cobalt avtomobil. Yil nechiga aka buni? Qorani? Yili 2014 beskansener, mana motor qidirovlari yangi. Balonlarni. Narxi 8 million. 224 ming pabek. Salon yangi holatda. Ikkita joyda petmas qo'ygan joyi yaxshi. Bozor 80 qilyapti ekan, bermoqchi ekan. 80 dan o'tsa 83 ekan o'zi ber ekan. Ko'rib telefon qilasizlar. Buni ham narxi 8 million. Buni yil necha aka? Buni yili necha? 14, bu ham 14, beskansener. Motor qidirovlari yangi, balonlar Pravda yaxshi, ko'ringiz o'zarsiz. Orqasida metani bor. Shuncha o'zarsiz qilasizlar, narxi 8 million, 80 qilgan, 83 ga berar ekanlar. Nomerni berasiz aka? Nomer 93lik 315 74 qiza. Kalas kreditga ham bo'laveradi. Mana ko'rib telefon qilib olaverasiz aka. Mashina zo'r. Yil 19 ga 20.
Narxi qancha dedingiz aka buni? 29 ming. Metan 4-chi pakalini. Qanchalar tushadi? Kraska stop turdi. Probegini ham 83 ming da. Hozir ko'rinmay qoldi. Shuni keyin ko'rsatamiz. Agar o'chirsalar. Mana. Mashina yangi. Bir qo'l mingan. Orqasini ochavering aka. Tema. Metan 180 kalib bilmam. Orqasi yangi. Kelib o'zlashtirsa shuni. Yangi turibdi. Kraska stop tozaladi. Mana shu ozgina yetmishasi bor ekan, baland tepasida. Aka buni bozor qancha qildi? 124 ha? 120 qilib bergan yo'q. 120 qilib bergansiz. Qancha bo'lsa bitadi aka? Ustiga telefon qilishsan g'urur qilamiz. Ha. Nimaga ham berish mumkinmi? Bank orqali yoki bank orqali ham berish mumkinmi? Mayli. Buni yili qancha aka? Buni yili 24. Motor qadovlari yaxshi. Metani propani yo'q. Balon yangi. 32 ming yurgan. 24 avtomat korobka. 32 ming yurgan. Orqasi yangi holatda. Men orqasini ko'rishingiz mumkin. Yangi metan qo'yilmagan, propan qo'yilmagan. Yangi. Uni kraskasi ham top toza. Sharj mumkin. O'zlarini qo'shnoq mashinasi ekan. Bozor qancha qildi aka buni? 140. 143. Qanchaga bo'lsa bitadi? 145 oxir. 145 ga. Buni ham bank orqali qilib bersangiz bo'ladi. Telefon gapirishamiz. Ha, generalni ham qo'yib bersa bo'ladimi? Yo'q, general. Faqat bunisini, Ha? bunisini faqat. Nomeringizni berasiz aka? 90lik 675 675 08 08 46. Gaplashib, ko'rib, gaplashib olishlari mumkin ha. Obus desinchil. Ko'rib, telefon qilib gaplashib olaverasiz. Ikkita kobutlar. Qarasam, yangi kraska stop qildi. Faqat uni pul kerakli, zararli uchun sotyapti. Narx kobutni. Ammo bunisini esa farqi yo'q ekan. Agar bank orqali qaysi kelsa, o'zlari ko'rib gaplashib olasizlar. Mashina